eng arzon vodiy kanalimiz arzon narxda Jetour X70 Plus avtomashinamiz keldi. Dubayskiy variantda 100 ta o'rindiqligi 1.6 motorda mashinamiz tana holati, rangi oppoq, to'rtta kumxon bo'lovlari ham yaxshi holatda, kirchimorroq ekan mashinamiz. To'rtta podnoshkalari ham zo'r holatda, beskcha do'stlar, slipoy zona 360, salon qismlari ham akkuratni 2023-yil 37 ming probekda, apshkalar polniy laminat qildirib qo'yilgan ekan. Kojnichi qo'llar, Eukor Courier. Yaqinda 5-bakaleyni stejdan propan gazlovchi usul qo'sha, katta panoramali yuklari, salon qislari o'ta akkuratni ekan. Chiroyli mo'lka qildirib olsani, zo'r ochiladi. Kraskasiga kelmasak, shu kirloni uchida yarim qarcham chiqmadi. Shu joyda bor ekan. Ishi ochilib ketgan shu darvoza shu joyda kraska tegizdirilgan ekan. Qolgan joylar top-toza motor hadovalarda umuman ishladi. O'zini ham ko'rib tekshirib, keyin atarsa bilib berasizlar. 70 plus 7 ta o'rindiqligi. Bu mashinamizga endi aver safon xohlagan hujjat bo'ladi. Rangi oppoq, eng arzon o'tganimiz mashinamizni $19,200 ga bera olamiz ma'lumot uchun mashina.